Mamlakatimizda aholi farovon turmush tarzini yaratish, hududlar obodligini ta'minlash yo'nalishida amalga oshirilayotgan islohotlar jamiyatning eng kichik bo'g'ini sanalgan oila, mahalladan boshlanayotgani bejiz emas. Zotan, vatan ichida eng kichik vatan bo'lgan oiladagi obodlik, farovon turmush mahallaga ko'chib, bu yurt taqdiri uchun ham muhim hissa qo'shishi shubhasiz. 2026-yilni davlatimiz rahbari tomonidan mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb nomlanishi ham bevosita mahallaning jamiyatdagi o'rni nechog'lik muhim ekanligini yana bir bor ifoda etadi. O'tgan davr ichida esa mahallalar infratuzilmasini rivojlantirish, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy yuksaltirish yo'nalishida amalga oshirilgan ishlar, xususan mahalla yettiligi tizimining tashkil etilgani fuqarolik institutida o'ziga xos mexanizmni yuzaga keltirdi. Bugun ushbu mexanizm asosida joylarda amalga oshirilayotgan va erishilayotgan natijalar ko'zga tashlanadi. Fikrimizni Buxoro viloyatining Kogon shahri misolida davom ettiradigan bo'lsak, hududdagi bunyodkor mahalla fuqarolar yig'inida ham mahalla yettiligi tomonidan samarali ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Yurt obodligi, ko'rkamligi albatta eng avvalo mahalladan boshlanadi. Chunki mahalladan boshlanadi deganimizda har bitta narsa, masalan yo'l masalasi, elektr energiya, gaz masalasi, har bitta muammo hozirgi kunda mahallada hal bo'lib, tepaga ham chiqmaydigan bo'ldi. Xalq qabulxonalarida oldingi davrlarda juda ham ko'p murojaatlar tushardi fuqarolardan. Elektr energiya, yo'l ta'miri bo'yicha. Lekin hozirda mahallada prezidentimiz yettilikni tashkil etganlaridan bo'lsa, har bitta masala o'zini muammosini shu yerda yechyapti. Ishsizlik masalasini hokim yordamchisi hal qilyapti. Ijtimoiy xodimimiz bola puli, nogironlarga moddiy yordam ko'rsatish masalasi, ularni sanatoriyalarga joylashtirish, har bitta masala o'z yechimini topganidek, yoshlar yetakchimiz. Hozirgi kunda yoshlarimiz maktablarni, oliygohlarni bitirganlardan keyin ularni bandligi bilan, migratsiyadan qaytgan yoshlarimizni ish bilan ta'minlash masalasi bo'yicha yoshlar yetakchimiz ishlayaptilar. Xotin-qizlar faolimiz esa xotin-qizlarni ishga yo'naltirish, ularga moddiy yordam ko'rsatish, ularning ahvolidan xabar olish, hozirgi kunda ajrimlarni oldini olish bo'yicha ham xotin-qizlar faol ishni yuritib bormoqdalar. Hozirgi kunda bank xodimini ham mahallaga yo'naltirilganlardan bo'lsa, juda ham yaxshi ishlar natija bermoqda. Chunki mahallada ajratiladigan kreditlarni albatta shu mahallaning o'zida hokim yordamchisi bilan bank xodimi hal qilib beryapti. Yana bizning hozirgi kunda jinoyatchilikni oldini olish masalasi bo'yicha mahallada profilaktika inspektori ish boshladi. Soliq masalalari bo'yicha soliq inspektori ish olib boradi. Albatta mahalladagi har bitta javhada o'z mas'ul insoni bor. Mahallaning asosiy drayveri xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish jarayonini tashkil etadi. Shu bilan birgalikda hududda aholi bandligini ta'minlash yo'nalishida ularning muammo va takliflarini o'rganish, tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashda yettilik birgalikda faoliyat ko'rsatishyapti. Hududda istiqomat qiluvchi Oliya Shodiyeva ham bugun o'z tashabbusi yuzaga chiqqani va mahalla hokim yordamchisi ko'magida kredit ajratilgani va tadbirkorlik faoliyatini boshlaganidan mamnun. Bunyodkor mahallasidagi mana bu kichkinagina tikuv sexi, lekin bu yerdagi qizg'in jarayon bu har bir kishini bandligini ta'minlashga hissa qo'shyapti. Ayni shu tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ygan hamyurtimiz bilan suhbatlashamiz. Oliya opa, mana shu tadbirkorlikni yo'lga qo'yganingizdan bugun qay darajada xursandsiz? Men juda ham xursandman. Bundan keyin ham kattaroq sexlar ochib, ishchilar ish o'rnini kengaytirish niyatim bor. Davlat tomonidan 25 million kredit olib, mashinkalar olib, ishsizlarni ish bilan ta'minlab, o'z vaqtida oyliklarini vaqtida berib kelyapmiz. Hozir biza remolcha ishlab chiqaryapmiz. Bundan keyin boshqa mahsulotlar ham ishlab chiqarish niyatimiz bor. O'zimizda ichki bozor ham, tashqi bozor ham ketadi. Eksport asosan Rossiyaga eksport bo'ladi. Ayni paytda mazkur tikuvchilik sexida dastro'mollar ishlab chiqarilmoqda va xotin-qizlarning bandligi ta'minlangan. O'zim shu sohaga ishlaganman, bir 4-5 yil ishlaganman. Boshqa sexlarda, keyin 3 yil master bo'lib ishlaganman boshqa sexda. Undan keyin o'zim ochishga qaror qilganman. O'zim sexim bo'lishini xohlaganman.
Hozirgi kunda 8 kishi bu yerda, yana ham uyda ham beramiz. Xotin-qizlarimiz bor, ikkita tikuvchimiz bor, ikkita qaychichimiz bor. Ular yosh bolalik, bittalari nabiralariga qaraylar uchun uyda nabiralarga qarab tikadilar. Oilamiz bilan naqa ochganmiz buni. Bitta o'zim emas. Bu narsaga oyijonimdan masalan naqa qilganlar, hissalari bor. Oilamizni farovon hayoti uchun xizmat qilyapmiz. Bundan keyin ham kengaytirib, nasib bo'lsa, rivojlantirish niyatimiz bor. Men mana shu mahallaning nuroniy raisiman. Ana shu mahallamizdagi ishsizlarni ish bilan ta'minlashga mana bu yerda sex ochilgan. Ko'p ish bilan ta'minlangan, hammasini ish bilan ta'minlab turibdi. Oilasiga, ro'zg'origa bular ana shu o'zini mehnati bilan o'z hissasini qo'shyapti. Bundan keyin ham bu sexlarni kengaytirib, yana bularning safini kengaytirish maqsadimiz bor. Mahallamizga qancha tadbirkorlik rivojlansa, bizning mahalla aholimiz shuncha ish bilan ta'minlanadi. Mahallabo'y o'rganishlar asosida aholining bandligini ta'minlash, ularning oilaviy daromadlari manbaini o'rganish yo'nalishida olib borilgan tadbirlar har bir fuqaroni faollikka undagani rost aslida. Kimdir xonadonida chorvachilik, parrandachilikni yo'lga qo'ygan bo'lsa, yana bir hamyurtimiz hunarmandchilik asosida faoliyat ko'rsatmoqda. Kogon shahar Mahmud Darobiy mahallasida istiqomat qiluvchi Firuza Shodiyevaning tikuvchilik ortidan ko'zlagan maqsadlari ulkandir. Birgina subsidiya asosida berilgan tikuv mashinkasi hunarmand qizning oilasiga baraka kiritishga hissa qo'shdi. Tikuvchilik eng yaxshi ko'rgan hunarlarimdan bu. Men yoshligimdan beri bu tikuvchilik sohasiga qiziqaman, hunarga. Yoshligimdan har xil turdagi qo'g'irchoqlarga tikib boshlaganman. Keyinchalik esa buni ustozga borib o'rganib, keyin o'zimga buni kasb hunar qilib oldim. Bu uchun o'qidim. Keyin yana yaqinda esa master klassda malaka oshirib keldim. Faoliyatim boshlashimiz uchun bizga mahallamiz juda ham katta yordam qildi. Mahallamizga kattakon rahmat aytaman. Yoshlar yetakchisi subsidiya asosida murojaat qilganimga subsidiya asosida tikuv mashinkasini menga berdilar. Men bu mashinka bilan ro'zg'orimga o'z hissamni qo'shib kelyapman va bir nechta shogirdlar ham chiqardim. Qizlar keladi, o'rgataman. Keyin 3-4 ta shogirdni ham chiqarib, ular ham o'z malaka ko'nikmalarini oshirib bordi va ular ham o'z faoliyatini davom ettiribdi. Men asosan shu ayollarga liboslar tikaman. Keyin kelin sarpolari tikaman. Zakaz nima tushsa o'shalarni tikaveraman. Oyiga 5-6 million daromad qilaman, ba'zan esa undan ham ortiqroq bo'ladi. Menga berilgan imkoniyatlar orqali, kasbga bo'lgan muhabbatim orqali, keyin mahalla tarafdan menga yordam tufayli men ana shu faoliyatimni davom ettiryapman. Mahallada 3065 ta aholi yashaydi. 1023 ta xonadonimiz bor. 1065 ta oilamiz bor. Hozirgi kunda 2025-yilga nisbatan 26-yilda aholimiz ham, xonadonlarimiz ham oshdi. Chunki mahallamiz vokzal territoriyasida yaqin joylarda hozir yangi binolar barpo etildi. Shuning uchun kundan kunga aholimiz soni ham ko'payib boribdi. Bunga qarab talablar. Masalan, mahallamizda tadbirkorlik subyektlari, bizlarni drayverimiz ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish drayveri asosida mahalla ish olib boryapti. Bu masalada ana mahallamizda baklashkani qayta ishlab chiqarish seximiz bor, qog'ozni qayta ishlab chiqarish sexlari bor, yana mayda mini zavodchalarimiz bor. Tikuv sexlarimiz bor, ayollar uchun salonlarimiz mavjud. Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilganlaridan keyin bizda yana ham mas'uliyatimiz ko'proq bo'ldi. Kelajakda albatta yurtimizni gullab yashnashiga kam bo'lsa ham o'z hissamizni qo'shishimiz kerak deb o'ylayman. Bunyodkor mahalla fuqarolari yig'inimizning asosiy drayveri xizmat ko'rsatish hamda ishlab chiqarishdan tashkil etadi. Mahallamizda tadbirkorlikni oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha 2015-yillarda fuqarolarimizga chorvachilik yo'nalishi bo'yicha, pishiriqchilik yo'nalishi bo'yicha, hamshiralik yo'nalishi bo'yicha oilaviy tadbirkorlarga kredit ajratilgan. Tadbirkorlik istagida bo'lgan fuqarolarimiz kelib, bizlarga murojaat qiladilar. Ularga biz tavsiya asosida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun kreditlar ajratib beramiz. Yana biz hozir turgan joyimiz ham
Murod va Zarnigorga 10 millionlik oilaviy tadbirkorlik dasturi asosida hamshiralik ishini rivojlantirish maqsadida 10 millionlik kredit ajratilgan. Bugungi kunda o'z ish faoliyatini davom ettirmoqda. 2026-yilda yanada oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish hamda ishsizlikni kamaytirish yuzasidan fuqarolarimizga kredit ajratish, aholining bandligini ta'minlash bilan shug'ullanib kelamiz. Mahalla tizimiga berilgan e'tibor har bir fuqaro o'zi va oilasining kelajagi, moliyaviy ahvoli va farovonligini ta'minlashda mas'uliyatni sezishi, boqimandalik o'rganmaslik hissini yanada kuchaytirish bo'yicha targ'ibot va tashviqot ishlarini amalga oshirilishi hamyurtlarimizni yangi maqsad bilan yashashga undamoqda. Hududlarda oilaviy tadbirkorlik yo'nalishlarining kengayib borayotgani fikrimiz isbotidir. Qo'ziqorin yetishtirish keyingi yillarda oilalarga daromad kiritayotgan eng barakali faoliyat turi sifatida namoyon bo'lmoqda. Kogon tumanidagi Ubacho'li mahalla fuqarolar yig'inida ham ayni shu yo'nalishda daromadga ega bo'layotgan hamyurtlarimiz ko'pchilikni tashkil etadi. Zilola Bafoyeva Kogon tumanidagi Ubacho'li mahalla fuqarolar yig'ini Mevazor qishlog'ida istiqomat qiladi. Hamyurtimiz o'tgan yili yaxshi niyat bilan qo'ziqorin yetishtirishni boshladi. Bugun esa uning dastlabki hosillaridan daromad topayotganini quvonch bilan bayon etadi. Ana men oddiy qishloq ayoliman. Uyda har doim bekor o'tirardim, uy ro'zg'or ishlari bilan band bo'lib, shunda nimadir ish qilishga qiziqdimki, ana biroler jujalarni boqishga qiziqdim. 7 yildan bo'lsa uy sharoitida biroler jujalarni boqamiz 1000 tadan. Keyin ana qo'ziqoringa qiziqdim. Hozirgi kunda ana bu ishda menga Stora opa yordam beryapti ustozimiz. Qo'ziqorin yetishtirish bilan shug'ullanish g'oyasi qachon paydo bo'ldi sizda? Ijtimoiy tarmoqda ko'rib qoldimda, bir oycha oldin shunga qiziqdimda, keyin boshlashga ana keyin mahalladan so'radim, masalan kim bor, masalan qiraq bo'libdi, shunga borib ko'rib, yetishtiradiganlarni borib ko'rib o'rganaman dedimda, keyin Storapani aytdilar, ustozimiz Storapa boshchiligida shu ishni boshladik. Hozirgi kunda 1 tonna sho'lqaga 1 tonna urug' ekilgan. Xudoga shukr, sotuv jarayonlari boshlangan. Har kunda 10 kilo, 20 kilo hozircha uzib buyurtmachilarga yetishtirib beryapmiz hozir. Hozir 30 mingdan sotyapmiz kilosini. Hozir vishinka ekilgan, endi shampinyon turini ham yetishtirishni uylab turibmiz hozir. Bu uchun joyini ham kengaytirishni uylab turibmiz. Shu bilan birgalikda Zilola Bafoyeva bir necha yil oldin parrandachilikni ham boshlagan edi. Har bir oila tadbirkor yo'nalishda mahalla hokim yordamchisi tomonidan ajratilgan 33 million so'm kredit esa broyler jo'jalar yetishtirishida xizmat qildi. Albatta, har bir faoliyatning o'ziga xos mashaqqati bor, lekin mehnat ortidan kelayotgan daromadning ham barakasi bo'lakcha deydi u biz bilan suhbatda. Broiler jo'jalarni 35 mingdan sotyapmiz. Hozir tovuqlarimiz ham yetishtirilib, taq bo'lgan. Hozirgi kunda uni ham sotish jarayoni boshlangan. Shu 1000 ta jo'jadan hozirgi kunga 2 tonna mahsulot yetkazib beramiz xalqimizga. 2 tonnadan 7 million, 8 million. Endi uyda o'tirgan ayolga bu yaxshi daromad deb o'ylayman. Hozircha bu jo'jalardan, lekin zamburug'dan ham shu 10 milliongacha daromad olsa bo'ladi. Masalan, bir mavsumida 10 million, 15 milliongacha daromad olsa bo'ladi. Shularni ketidan orzu havaslarimizni qilib farzandlarimizni o'qityapmiz hozir. Uyda bekor o'tirib bo'lmaydi. Shu uyda o'tirgan ayollarga men aytmoqchiman, boshlasinlar, faqat qiziqish bo'lsa, bu qo'rquvni yengish kerakda. Menga ham boshiga qo'rquv bo'ldi, o'ylab ko'rdim, udda qilib bilamanmi, qilib bilmaymanmi? O'zimga ishonch paydo bo'ldi, qilaman dedimda, qilaman shu ishni dedim, boshladim keyin. Yo'q, Xudoga shukr, natijalarimiz yaxshi. Zilola Bafoyeva qo'ziqorin yetishtirish hamda broiler jo'jalari parvarishidan daromad topayotgan bo'lsa, Ubacho'li mahalla fuqarolar yig'inining yana bir xonadonida bedanachilik ham yo'lga qo'yilgan. Aytish kerakki, hozirgi kunga kelib bedana boqish va ko'paytirish iqtisodiy jihatdan yaxshigina daromadli sohaga aylangan. Sababi bedana ancha mahsuldor bo'lib, bedana go'shti va tuxumlarining g'aroyib shifobaxsh xususiyatlari sababli unga doim talab yuqori. Hozirda xonadonida 1000 bosh bedanani parvarishlayotgan Gulnoz Bozorova parrandachilikni 7 xazinaning biri deydi. Bedanalarimiz 1000 ta, nasib etsa bir 10 taga yetkarish niyatimiz bor. Undan tashqari tovuqlarimiz ham bor. 50 bosh tovuq ham bor.
xonadonimizga. Har kuni bedana tuxumlarni o'zimiz magazinlarga, iste'molchilarga donasini 500 so'mdan yetkazib beryapmiz. 500 ta tuxum olibmiz har kuni. Kelinim bilan o'g'lim, o'zim qarayapmiz. Uyda o'tiraman, pensionerman. Shu bekor yurmaslik uchun, bekor vaqtimizni o'tkazmaslik uchun shu ishni boshladik. Oilaga daromad bo'lib, Xudoga shukr. Aytish lozimki, mahalla tizimida amalga oshirilgan islohotlarda har bir hududning o'z drayveriga ega bo'lgani muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'bacho'li mahalla fuqarolar yig'ini mahalla drayverida issiqxonachilik faoliyatining ham yetakchilik kasb etayotgani oilaviy tadbirkorlar sonining oshishiga xizmat qilmoqda. Mahallada istiqomat qiluvchi Zilola Ergasheva tashkil qilingan issiqxonalarda mehr bilan ekinlarga parvarish beradi. Faoliyatini 2025-yilda boshlagan xonadon egalari dastlab issiqxonada pomidor, bodring yetishtirishgan bo'lsa, o'tgan yilning sentyabr oyidan qulupnay yetishtirishni yo'lga qo'yishdi. Bugungi kunda esa 8000 tup qulupnay ko'chatidan barakali hosil olinmoqda. Hammasiga koreyskiy solixan ekilgan gidroponika usulida. Yerda ham ekib ko'rdik. Gidroponikada yerdagi ko'ra nimasi hosili ham yaxshi bo'ladi, ham qulay bo'ladi. Keyin yerdagi zax nimalar bunga o'tmaydi, kasalliklar, shiliq qurt keladi, narsalar keladi, bunda qurt bo'lmaydi. Hammasi keyin hosili ham yaxshi bo'ladi. Bu kokosli subtrukda qilamiz. Kokosli subtruk nimani yaxshi ushlaydi. Namgarchilikni yaxshi ushlaydi, namini, hosilini yaxshi nima qiladi, iliz chirishini oldini oladi. Chunki bu kokos ichida 3 xil narsasi bor-da o'zini. Shu moslashtirilgan. Hozir ko'pincha parniklarda bodringga ham, pomidorga ham shu narsadan qo'llanilyapti. Bizning O'bacho'li mahallamizda xotin-qizlar tadbirkorligiga juda e'tibor katta, chunki ayollarimiz o'zini shijoatli, mehnatkash, uyda o'tirib bo'lsa ham daromad topishga intiluvchan. Barchalari xuddi shu yo'nalishda ish olib boradilar. Ayniqsa bizda mana shu issiqxona yo'nalishi, broiler tovuqlar, bedana tuxumlarini yetkazib berish xalqqa, tikuvchilik yo'nalishi, issiq tandir nonlar yetkazib berish, ularni sanab adog'iga yeta olmayman. Mana shu yo'nalishda barcha ayollarimiz o'z yutuqlariga erishib kelmoqdalar. Barchalari xursand, oilaga qo'shimcha daromad keltirganlaridan minnatdorlar. Oiladagi tinchlik, xotirjamlik baribir mana shu iqtisodiy masalalarga ham kelib taqaladi. Shu uchun davlatimizni xotin-qizlarga ajratilayotgan imkoniyatlaridan minnatdorligimiz o'z ishlarimizda namoyon bo'ladi. 2026-yilni yurtboshimiz mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb bejizga belgilamadilar. Chunki jamiyatni yuksaltirish mana shu mahalladan boshlanadi. Mahallada rivojlanish katta bo'ldiki, xalqimiz farovon yashadiki, demak jamiyatda ham juda keskin o'zgarishlar, yuksalishlar davom etadi. Xotin-qizlarimizni tadbirkorlikka yo'naltirishni rejalashtirib qo'ydik. Ularga qanaqa ko'maklar kerak bo'lsa, mahalla yettiligi hamkorlikda ishlab, ularga ajratilayotgan barcha imkoniyatlar haqida yanada ma'lumotlar berib, tadbirkorlikni barcha sohalari bo'yicha ma'lumotlar berishga tayyormiz. Bir-birlaridan fikr almashinib, bir-birlaridan ana shu tadbirkorlik yo'nalishlarida o'quvlar tashkil qilib, boshqa uyga o'tirgan ayollarimizni ham daromad topishga o'rgatishni rejalashtirib qo'ydik. Xalqimizda o'z uyi va ko'chasini ozoda saqlashga milliy qadriyat va urf-odatlarga hurmat sifatida qaraladi. Obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla tamoyili asosida Kogon shahri va tumanida keng targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Jumladan ayni shu tamoyil asosida o'tkazilgan tanlovda Kogon tumanidagi O'bacho'li mahalla fuqarolar yig'ini Yangi Qalluq qishlog'ida istiqomat qiluvchi Shukurovlar xonadoni tanlovning obod xonadon nominatsiyasida viloyat bosqichida birinchilikni qo'lga kiritib, respublika bosqichida faol qatnashishdi. Mana biz o'tgan yili obod xonadon, obod mahalla, obod ko'cha tanlovida viloyat bosqichida obod xonadon nominatsiyasida birinchi o'rinni egalladik. Respublika tanlovigacha chiqdik. Obodlik avvalambor xonadondan boshlanadi. Endi obod xonadon bo'lish uchun xonadon toza bo'lishi kerak. Har bir ko'chani, har bir xonadonni, har bir mahallani toza tutish kerak. Har kim o'z uyiga e'tiborli bo'lishi kerak. Qiziqishi bo'yicha o'g'lim shu sitrus mevalarga qiziqdi-da.
shu har joylardan olib kelib ekdi. Ana Xudoga shukr, katta bo'lgan, hosilni ko'ryapmiz. O'zidan bahra olasiz. O'zim ham bundan bahra olaman. Tashqarida qor bo'lgan paytda bizning hovlimizda yoz, ko'm-ko'k hamma yo'q yaxshi. Hamma aholi yaxshi, tinch farovon yashayapmiz. Rahmat prezidentimizga. Mahallamizga 6490 ta aholi yashaydi. 12 ta qishlog'imiz bor. Kambag'allikni qisqartirish, ishsizlikni hol hududiga aylantirishimiz uchun hokim yordamchisi tomonidan 2 milliarddan ziyod pul ajratildi, kredit ajratildi. Xonadonlar o'zini ana qo'shimcha daromad olish uchun tadbirkorlikda bizning mahallamiz driverimiz dehqonchilik, chorvachilik. Endi bundan tashqari yana mahallamizga qulupnaychilik, bedanachilik, ana issiqxonalar tashkil qilinyapti. Bu hammasi tashabbus, hurmatli yurtboshimiz tashabbuslari bilan bo'lyapti. Albatta ana bugungi kunga kelib hozir ko'rib turibsiz, shu xonadonga biz obod xonadon nominatsiyasi bo'yicha viloyatga birinchi o'rinni oldik. Ana shunday xonadonlarimiz ko'p, bunaqa xonadonlarimiz ko'p. Albatta ishsizlikni oldini olish uchun ko'pgina ishlar amalga oshirildi. Endi yana bu yilga muhtaram yurtboshimiz aytdilarki, mahallani rivojlantirish, jamiyatni yuksaltirish yili deb aytdilar. Bu yilni nomlanishi mahalla vakillari zimmasiga yanada katta mas'uliyat yuklaydi. Bizga 2026-yilga hozir bizning O'bacho'li mahallamiz Yangi O'zbekiston qiyofasidagi namunali mahallaga kiritilgan. Nasib bo'lsa yana ishchi o'rinlar ochiladi, yana tadbirkorlik kengaytiriladi. Shu bo'yicha hamma yettilik birga ishlaymiz. Ha, ayni paytdagi shiddatli zamonda aholi ezgu qadriyatlar asosida mahallalar atrofiga yanada jipslashyapti. Mamlakatimiz rivoji yo'lidagi islohotlarni qo'llab-quvvatlashda faol ishtirok etishmoqda. Bu bejiz emas, chunki vatan taraqqiyoti, xalq farovonligi yo'lida astoydil mehnat qilish xalqimizning asosiy maqsadiga aylanmoqda.